Kimni qutqargan bo'lardingiz? Boshlig'imizni. Nima uchun? Boshlig'imizni qutqarsam, boshlig'imiz qolgan hammalarni o'zlari qutqarib oladilar. Rosta. Seriously. Kimni qutqargan bo'lardingiz? Hamkasbimni. Nima uchun? Chunki boshliqlar cho'kmaydi. Buxgalterda. Nimaga? Chunki hamma hisob-kitob buxgalteri qo'lida. Pul, puldan vafo kutmanglar. Hamkasbim. Nima uchun? Doim yonimda turadigan hamkasbim. Do'st bo'lsang yonimda tur. Iloji bo'lsa hammasini. Bittasini tanlang. Mayli, boshlig'imizni qutqarib qo'ya qolaman. Nimaga? Boshlig'imiz juda yaxshi inson. Assalomu alaykum. O'rtoq boshliq mumkinmi? Katta xolang uyimi taqillatmay kiryapsan uyga. Eshmish yo'q, haydab yurang, ishdan bo'shagansan. 10 mingni Nima uchun? qamko'zlarimga ishlatardim. Shoirona gaplarga osh pishmaydi. Pul kerak, pul. Pul topish yo'lini axtarish kerak. Pul.